Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Mana bu yerda paravata bilan olamiz-ku. Mana kollektorlar mana yerga terilgan. Mana ondan pechkaga ulanib ketaveradi mana. Mana kollektorga nimanday bo'ladi. Mana to'zonasi. Kuxnaga ham tiqib ko'rdik to'zoni. Mana yerga svitini ulanadi. Karniz o'rnida mana. Mana karniz o'rnida. Mana. Karniz o'rnida qalinligi mana 1 santimetrlik. Mana koridor mana. Ne çağırınız orada? Mana. Gelin yerime dostlar. Mana. Rangini ko'ringlarmi? Qanday rang bo'ldi? Tepa oq bo'ldi mana. Mana rang yaxshi rang. Hozir mayda yana bunday yonib turgan shilengada maydanli bo'lib tushadi. Mashina turbichi bo'lib aylanadi. Chekkasi ko'rib bo'lgan. Nereden koridorda uzunasiga tirak tushgan ikkita. Bu komnat patologi bunday bo'ldi. Chekka ko'rib bo'ldi. Mayar ham ko'rib bo'ldi. Mashinga mana tirak qo'yilgan mana. Bu yerda mana pardillarga bo'ldi. Do'stlar, ko'pchilik mana shu pardillarga yerga reka to'qivasdan ketadi. Parda to'qiganda mo gipsagarning o'zi bo'lib qoladi. Mana shu yerga yo profil, yo reka to'qib qoladi. Qo'lni tegasiga tiqibasdan mashina tayini ko'p yerga yo'ritib, gipsagarning o'zini yopib qo'yib ketaveradi-da, mo ko'rib qolganda. O'sha o'yiga keladi. Mana bunday ko'rib qilib ketaveradi. Ko'rib bitgandan keyin mana karnizni chiqaradi. Shunda mashina tayida hech narsa yo'q bo'lib qoladi do'stlar. Maqsad buni bitirish emas. Mashina tagiga reka to'q tashaginglar. Bu bo'lsa jig'ash tashab ketginglar mashina. Necha metr bo'lsa shuncha jig'ash. Bu bo'lsa ikkita profilni qo'ysanglar 10 bo'ladi. Keyin tarmizni qatirgani ham udobli bo'ladi. Quruq gipsagarlarga qatirib qo'yadi do'stlar. Mashina rashotini og'ila. Qilishdan oldin rashotini og'ila do'stlar. Ko'pchilik. Mana ular nima deganim? Bular molding. Moldingdan figura chiqarganmiz. Mashinaga ko'pchilik e'tibor bermaydi do'stlar. Karnizni qo'yayotganda karnizni patologdan oldin rashotini og'ila, reka tashab ketginglar. Va bu bo'lsa profil tashab ketginglar do'stlar. Mana. Ko'ringlarmi? Qo'lda tegasiga tiqibasdan keyin bu pas bilan bu tevaniki bir xil razmer oladi do'stlar. Bir xil razmer oladi. Razmer olayotganda adashmanglar. Mana ugullarni ham turli oladi do'stlar. Iloji boricha. Qo'ldan tegasiga tezroq butish kerak, tezroq aqcha olish kerak emas. Uydagisi ham osonlikcha pul topib aytadi do'stlar. Shularni ponni o'zingiz uyni qilganday qilib qo'yiladi do'stlar. Utochka o tushkunga qilmasdan tapli-tupli qilsanlar, bu kraska qilganda rosa bilinib qoladi. Atkostorni ponni rashotini olib, lazerni qo'yib, bunaqasiga ham bunaqasiga ham
O nari bir chiqim. Bunaqasiga ham lazerni qo'yib rashat og'iladi do'stlar. Tapir-tupir quvasdan. Qo'lingizdan kelgancha yaxshi qilib qo'yarsinglar, videoga ham xursand bo'ladi. Bu ham osonlikcha ақша topib aytadi, u Rossiyada biror yurtida. Mana. Buni hozir kraskasini chachitadi bolalar. Kraskani chachib bo'lgandan keyin hali bitgan yo'q. Bitganda yana bir qator sizlarga ko'rsataman do'stlar. Bular apparatda shkurka qilingan. Mana apparatimiz bor. Mana apparat bo'ladi mana. Mana shu apparatda shkurka qilingan. Mana apparatimiz. Kraskaning o'rnidan chachildi. Kraskan. Mana shu kraskadan bo'ldi. Kanalımıza kirsinler, podpisasi bor qo'ying. Podpischilarga qo'limizdan kelgancha podдержка qilishga harakat qilamiz. Maqsad bular bitirishimiz. Ko'p yerda mancha bilan bitit deb turib videogasini qarzga tiqib qo'yib qo'yadi do'stlar. Konkretni qancha ketishini aytdilar. 500 ming ketadigan bo'lsa 300 maqsad berib kirib olishimiz. 300 ming bilan bitiramiz do'stlar. Bor haqiqatni gapiringlar. Sizlarga kirgizib olgandan uydaga xijolat bo'lib, bu yoqdan kredit olib, qarz olib, tug'onlardan qarzga kirib ketib qolmasin do'stlar. O'zingizlar o'ylab olinglar. Do'stlar. Bor haqiqatni aytinglar do'stlar. Ancha ketadi, qildirsam qildir. Ammo ishi yo'q deb turib 500 ming ketadigan yerga 300 ming bilan bitit do'stlar. Toshni aytdilar do'stlar. Mayli kanalimizga kirsanglar, podpisasi bo'lib, kommentariy yozib qo'yishni unutmanglar.